Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar, liderlar. Demak, hozir Greenleaf Family korporatsiyasini marketingini ko'rib chiqamiz. Qanday hamkor bo'lish mumkin, o'zi nimalari bor. Tovarlar hozirgi kunda 7000 xildan ortiq tovar bor. Greenleaf Family bo'lsa 7000 xildan ortiq tovar bor hozir. O'zbekistonda o'zida bemalol 1000 xildan ortiq mahsulotlarni topishingiz mumkin. Nima uchun o'zi hamkor bo'lish kerak? Asosiy maqsad shu, hamkor bo'lganingizdan keyin ichki narxda bizni mahsulotlarni olish huquqiga egasiz. Qanday hamkor bo'laman desangiz, umringiz davomida bir marta shartnoma tuziladi, birdan o'sha korporatsiya zavodni o'zi bilan. Shartnoma tuzish uchun bizda 6 xil paketimiz mavjud. Bu birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, 1.140.000 so'mdan boshlanadi. 1.140.000 so'mdan boshlanadi. Bunda nima imkoniyat beradi? Sizga 55 PV'lik paketga hamkor bo'lgan bo'lasiz va 3.200.000 voucher kupon beradi. 2 million yozib qo'yaman, chunki sig'may qolishi mumkin yoki sal beroq qolib 3.200.000 voucher kupon beradi hamkor bo'lganingizdan keyin. Ikkinchisi 2.280.000 so'mlik paket bor. Osib tashlasam ularga 2.280.000 so'mlik paket bor bizda. 110 PV beradi hamda 6.400.000, ya'ni 2 barobar ko'proq. Uchinchi paket 3.420.000 so'mdan boshlanadi. 165 PV hamda 9.600.000 so'm voucher kupon beradi, ya'ni 50% kupon. Keyingisi eng hammaga maslahat beradigan 4.700.000 so'mlik paketimiz 275 PV beradi va 16 million voucher kupon. 16 millionlik voucher kupon beradi. Kupon o'zi nima uchun kerak? Kupon 50% chegirmada biz mahsulotlarni olishingiz uchun kerak bo'ladigan narsa, kerak bo'ladigan elektron pul. 5-paketimiz 12 million 100.000 so'mdan boshlanadi. 825 PV beradi va 48 million voucher kupon. Keyingisi 24 million 200.000 so'mga hamkor bo'lsangiz bo'ladi. 1650 PV beradi va 96 million voucher kupon. Endi bunda chiqadigan daromadingiz binardan, agar siz 1.140.000 so'mga hamkor bo'lgan bo'lsangiz 5%, keyingisi 6%, keyingisi 7%. Agar 300 dollarga hamkor bo'lgan bo'lsangiz 7% voucher kupon beradi. Agar, ya'ni 7% binardan daromad olasiz. Keyingisi 4.700.000 so'mga hamkor bo'lgan bo'lsangiz 16 million voucher kupon beradi va 10%. Farqini ko'rdingiz-a? 3% orasidagi farq qiladi. Keyingisi 12% va oxirgi 24.200.000 so'mlik hamkorga 15% binardan oladigan daromadingiz. Ya'ni qarang, 5% bilan 10% orasidagi farq 5% bo'lishi mumkin, lekin daromaddagi farq 2 barobar bo'ladi. Tushunyapsiz-a? 5% bilan 15% orasidagi farq ham 3 barobar ko'proq daromad topasiz degani. Demak, hozir bizda eng populyarniy paket 4.700.000 so'mlik, ya'ni platina paket bo'lib turibdi. O'zi paketlarning nomi bronza, kumush, oltin, platina, brilliant hamda oxirgisi korona. Endi 4.700.000 so'm nima uchun? 4.700.000 so'mga hamkor bo'ladigan bo'lsangiz, birinchidan bizni sayohat promotionlari yutish huquqiga ega bo'lasiz. Ikkinchidan, sizda o'sha 9 xil bizda daromad turi bo'lsa, 9 xil daromad turini eng birinchi referalniy daromad, ya'ni shaxsiy taklif uchun daromad aynan 4.700.000 so'mga hamkor bo'lganlar uchungina faqat ishlaydi va undan yuqoriga, ya'ni yo 4.700.000 so'mga, yo 12.100.000 so'm yoki 24.200.000 so'mga hamkor bo'ladigan bo'lsangiz, bizda aynan shu shaxsiy taklif uchun daromad ishlaydi va hamkor bo'lganingizdan keyin nima beradi? Qarang, 4.700.000 so'm hamkor bo'lganingizdan keyin birinchi beradigan narsa bu ID. ID bu back office. Ichida hamma 9 xil daromad turini qanday chiqyapti, o'sha elektron buxgalteriya vazifasini bajaradi. O'sha 4.700.000 so'm hamkor bo'lganingizdan keyin alohida buxgalteriya vazifasini bajargani uchun oylik chiqarish shart emas. Hammasi tekin, ichida hamma narsasi o'sha ID orqali boshqarilib olib boraveradi. Daromadlaringizni passiv daromadni ham, aktiv daromadni ham, o'sha binar liniyalar uchun ham chiqarib beriladi. Bizda o'zi marketing gibrid, ya'ni hamma tomondan daromad bor. Bugun shuni hammasini tushuntirib o'taman.
ID ni ichida o'sha tovarlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bizda O'zbekistonda bor tovarlarni hamda o'zbek so'mida ko'rsatadi. Ya'ni vonda, dollarda, yevroda emasdan aynan so'mda ko'rsatadi. E'tibor bering bunga. Ikkinchidan, bemalol ID ni orqasidan servis senter ochganingizdan keyin primoy zakaz qilishingiz huquqiga ega bo'lasiz. Primoy ya'ni zakaz qiladigan o'sha birdan skladdan yoki Xitoydan zakaz qilib olish huquqiga ega bo'lasiz. Ikkinchisi, voucher kupon beradi 16 million so'mlik. Bu qanaqa ishlaydi desangiz, bu 50% chegirma uchun. Ya'ni bizda tabiiy eko brendli tovarlarni olish uchun, masalan, qaysidir tovar 40 ming so'm bo'lsa, agar siz hamkor bo'lmasangiz 40 ming so'mga olasiz. Hamkor bo'lsangiz teng yarmini kesib tashlaydi. Ya'ni 40 ming so'mlik tovarni 20 ming so'mga olasiz. Unda ham aslida 40 ming so'mga olasiz, lekin yarim, ya'ni 50% o'sha puli mana bu voucher kuponingiz orqasidan ketadi. Ya'ni masalan 1 million so'mlik tovar oladigan bo'lsangiz o'zingiz uchun rovna 500 ming so'm cho'ntagingizdan to'laysiz. Qolgan 500 ming so'm aynan voucher kupondan minus qilib olinadi ID'ingizda. Ya'ni qanaqa bo'ladi desangiz, bu xuddi tasavvur qiling, sizda masalan kuponoviy karta bor. Bu telefonda ulangan bo'ladi, elektronniy. Magazinimizga bemalol kirasizda, o'sha masalan 500 ming so'mlik mahsulot oldingiz. 250 ming so'm o'zingiz naqd to'ladingiz, keyin ID'ingizni o'sha sotuvchiga bergan holda sotuvchini o'zi yechib oladi yoki aslida agar shu narsani bilsangiz, o'zingiz unga o'tkazib berishingiz kerak voucher kupon. Ya'ni 250 ming so'm naqd pul to'laysiz, 250 ming so'm elektronniy pul unga o'tkazib berasiz, ya'ni ID orqali. IDda bemalol pul avorot qilsangiz ham bo'ladi demoqchiman. Bemalol boshqa IDga, ya'ni servis center IDsiga o'tkazib beraverasiz. Xuddi shunaqa. Bu juda ham zo'r, juda ham qulay va bu imkoniyatdan hozir foydalanish kerak. Uchinchi sizga beradigan narsa startoviy nabor deyiladi. Uni ya'ni masalan aytaylik, $400 tovar oladigan bo'lsangiz, tashqi narxda $400 tovarni o'zingiz tanlab olmaysiz. Bizda startoviy nabor bor, o'sha boshlang'ich nabor. Uni orasida 2-3 xil nabor bo'ladi. O'zingiz tanlab olishingiz mumkin startoviy naborni, lekin tovarni bitta-bitta o'zingiz tanlab ola olmaysiz. Ya'ni startoviy naborda bir korobka narsani qanaqa startoviy nabor, ya'ni boshlang'ich sizga beriladigan naborni sovg'a sifatida o'zingiz tanlab olishingiz mumkin, lekin aynan qaysi tovar olishni o'zingiz tanlamaysiz. Ya'ni bitta tovarni mana shunaqa pulli ekan deb tanlab olmaysiz-da. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Startoviy nabordan tanlab olaverasiz. To'rtinchisi, meroslik huquqi. Bizda qayta xarid, aktivatsiya, o'chasiz, kuyasiz degan narsa yo'q. Albatta, iste'molchi bo'lganingizdan keyin asosiy mana bu $100, $200 va $300 paketlar bu iste'molchilar uchun. Ya'ni men shunchaki iste'molchi bo'lmoqchiman, menga biznes daromadi qiziq emas, o'zimni daromadim bor, o'zim oyligim yetadi deydigan fikrda bo'lsangiz, $300 gacha hamkor bo'lishingizni maslahat beraman. Lekin shu ishni professionallik qilaman, mana shu ish orqasidan katta daromadlarga chiqmoqchiman desangiz, eng kamida to'limdan 700 ming bilan boshlaganingiz ma'qul. Unda ham har bitta paketga hamkor bo'lganingizda menda elektron varianti bor. Agar lichkamga chiqsanglar, o'zim sizlarga tashlab beraman. Qaysi paketda qancha daromad chiqishini, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi paketda unchalik katta daromad chiqmagani hisobiga hammaga 700 ming so'mdan hamkor bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Va bizda nima desa bo'ladi? Iste'molchi bo'lganingizdan keyin yiliga 30 PVlik mahsulot urishingiz kerak. Agar 3 yil davomida urmasangiz, joyingiz kuyib ketadi, ya'ni zablokироваться qiladi. Ya'ni kuymaydi-ku, просто blokka tushib qoladi. Nima uchun? Iste'molchi bo'lib yuraverasiz, undan keyin ham lekin daromadingiz chiqmaydi. 30 PV degani bizda 1 PV 10.500 so'm. 1 PV barobar 10.500 so'm. Bu xalqaro pul birligi, xalqaro kursiz ham bo'ladi. Ya'ni dollar yoki won yoki boshqa bir pul birligi bizda rol o'ynamaydi. Har bitta tarmoqli biznes qaysidir davlatga kirib kelganda uni o'zini kursi bo'ladi. Ya'ni o'sha kurs PV deb ataladi yoki BV bo'lishi mumkin, GV, DV bo'lishi mumkin. O'sha PV bizda teng 10.500 so'mga. Mana bu PV bo'yicha ham bemalol siz daromadingizni ko'rishingiz mumkin. Bir yilda 30 PVlik o'zingiz uchun mahsulot olishingiz kerak bo'ladi. Endi qanaqa? Kelib iste'molchi bo'lgandan keyin bizni mahsulotlarni o'sha ayniqsa hamkor bo'lganingizdan keyin bizni mahsulotlarni ichki narxda olish boshlaganingizdan keyin bir yilda 30 PV bemalol ura olasiz. Ya'ni o'ynab kulib. Bu даже majburiy emas, shuning uchun buni aktivatsiya yoki qayta xarid deb atamasangiz ham bo'ladi. Va o'zi ikki xil bizda tovar bor. Birinchisi voucher tovar, voucher mahsulot, unga 50% chegirma beriladi.
ya'ni shu voucher tovarga 50% chegirma beradi. Ikkinchisi PV tovar. PV tovardan 10% sizga cashback bo'ladi. Unga voucher kuponingiz PV tovar uchun ishlamaydi. Lekin PV tovari ichida ham kunlik ehtiyojlar uchun ishlatiladigan mahsulotlar bor. Masalan, tish pasta, PVlik shampunlar bor, PVlik har xil atirlar bor. Juda ko'p mahsulotlar PVlik hisoblanadi va o'zingiz uchun shularni iste'mol qilganingizda o'zingizga o'sha PVsidan 10% cashback aydingizga tushadi va bu degani 10-chislida, har oy 10-chislida PVda tovar oladigan bo'lsangiz, sizga o'sha tovardan 10% qaytib keladi cashback bo'lib. Buni zo'r tarafi oylik ham aynan PV tovardan va voucher tovardan ham bor. Uni ham hali ko'rib chiqamiz buni hammasini. 30 PV demak 1 yilda. 3 yil davomida 30 PV urmasangiz daromad bemalol chiqaveradi. 3 yil davomida bemalol chiqadi. 3 yildan keyin shunchaki blokka tushib qoladi. Aktivatsiya qilish uchun yana 30 PV lik mahsulot olishingiz kerak bo'ladi. Endi daromadini ko'radigan bo'lsak, 9 xil daromad turi bor. 9 xil daromad turi. 9 xil daromad turi, 3tasi kunlik, 6tasi oylik. 6tasi oylik. Daromad qanaqa bo'ladi? Kunlik daromadga kiradigan turlar. Birinchisi referalniy bonus, ya'ni shaxsiy taklif uchun. Shu yerda qilib qo'yaman. Ikkinchisi binar uchun. Uchinchisi liniya uchun. Referalniy bonusga 137 ming so'm sizga daromad chiqadi. Ikkinchisi binar uchun 274 ming so'm daromad. Liniya uchun 877 ming. Buni hozir tushuntirib o'taman qanaqa chiqishini. Ya'ni siz hamkor bo'lib kelganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bu hech kimga taklif qilishingiz shart emas. Boshida 4 kunlik bizda boshlang'ich обучение bor, ya'ni boshlang'ich bazaviy bilimlarni beramiz. 4 kun davomida o'sha bilimlarni olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin qiladigan ish nima? Eng yaqin insoningizdan ikkitagina inson taklif qilasiz biznesga. Unda ham aynan ikkita insonlar siz muvaffaqiyatga chiqishingiz uchun ular muvaffaqiyatga chiqishi kerak bo'ladigan insonlar, ya'ni haqiqatan yo pulga muhtoj, yo shu mashnaqa mahsulotlar kerak. Ya'ni o'zi bunaqa tabiiy eko mahsulotlar har bitta oilaga kerak. Hozir ximikatga botib ketganmiz, tabiiy mahsulot har bitta oilaga kerak. Endi xuddi shunaqa ikkita insonga taklif berganingizda ular ham xuddi sizga o'xshab 4,700 mingga hamkor bo'lganda o'zi bu biznesda yutqizish degan narsa yo'q. Chunki o'sha 4,700 mingga hamkor bo'lganingizdan keyin birdan 16 million voucher kupon beradi 50% chegirma uchun va startoviy nabor beradi o'sha $400. Ko'rdingiz, biznes boshlashingizdan minusga kirmadingiz. Mahsulot ishlatib, tovarda 100% ishonchingiz komil bo'lganda, haqiqatan brendoviy tabiiyligiga, keyin marketing yaxshilab o'rganib chiqqaningizdan keyin o'zingiz ham insonlarga reklama deymizmi yoki shu suhbat deysizmi, o'zingiz avtomatik gapirishni boshlaysiz. Tekinga ham. Bu daromad bo'lmagan taqdirda ham bunaqa mahsulot har bitta oilani har bitta uyga kirish shart bo'lgan mahsulotlar. Lekin korporatsiya o'zini 80% dan ko'proq daromadini aynan shu reklama qilgan insonlar uchun chiqarib beradi daromad qilib. Bu nima uchun? Korporatsiya reklamaga pul sarflamaydi, ya'ni sarflaydi, faqat televideniyada yoki boshqa narsa reklama qilmaydi. Nima uchun? Chunki 7000 xildan ortiq mahsulot bor va shuning uchun ham MLM sohaga o'tgan. O'zi 98-yildan beri zavod ishlaydi. 18 yil davomida o'zini sohasida faqat an'anaviy traditsion biznesni olib borgan, keyin 2016-yil MLM sohaga o'tgan, ya'ni multi level marketing yoki boshqa o'zbek tilida ko'p tarmoqli marketing sohasiga o'tgan va asosiy maqsadi shu har bitta oilaga tabiiy eko brend mahsulotni arzon qilib olib kirish. Arzon nima uchun bunaqa arzon deydigan savollar paydo bo'lsa, assortiment katta, shuni hisobiga arzon va shuning uchun ham ikki xil tovari bor, voucher kuponlik tovar va PV tovar. O'sha PV tovarga 50% chegirma yo'q, lekin 10% cashback bor va oyliklar aynan PV tovardan chiqadi. Endi siz hamkor bo'lganingizdan keyin shaxsiy taklif, ya'ni o'zingiz shaxsiy bu insonlarni taklif qilib hamkor qilganingizdan so'ng 137 ming so'mdan sizga shaxsiy taklif uchun daromad chiqadi. Ya'ni ikkisini bir-biriga qo'shsa 274 ming. Plus binar chiqqani hisobiga sizga yana 274 ming, mana binarni boshqa rangda qilaman, yashil rangda. Binar chiqqani hisobiga binardan 274 ming yana daromad topasiz. Binar bu juftlik.
Juftlik uchun 274 ming. Plus yana liniya bor. Liniya qizil chiziqda siz ko'rsataman. Liniyadan sizga yana 877 ming so'm daromad chiqadi. Hammasini bir birga qo'shadigan bo'lsak 1 million 426 ming so'm. Bir kunda kunlik daromad. Bugun soat 9 gacha shu vazifani bajarsangiz, ertaga ertalab soat 10 da ID'ingizga tushib turgan bo'ladi. ID'dan bemalol yo naqd pulda servis senterga, ya'ni magazin bor servis senterga borib olishingiz mumkin. Yoki o'sha aynan elektronniy pul sponsorlik telefon qilib sizga plastik kartingizga tashlab beradi. Ya'ni bu pulga siz mahsulot olish shart emas. Nimadir qanaqadir mahsulotni bermaydi yo boshqa narsani bermaydi. Naqd pul, tirik pul bugun qildingiz, ertaga o'sha siz bemalol plastikingizga yoki naqd pulda olib ketishingiz mumkin. Endi qiladigan ish nima? Mana bu ikkita insonni hamkor qilganingizdan keyin birinchi qilinadigan ish ularga ham 4 kunlik boshlang'ich bilim, bazaviy bilimni berish. Bizning yordamimizda, ya'ni sponsorlaringiz yordamida bazaviy bilimlarni berish. Bazaviy bilimlarni berganingizdan keyin o'zlari ham ikkinchi qo'liga ishlashni boshlaydi, ya'ni ikkita qo'lga. Bu qanaqa bo'ladi? O'zlari ham taklif qilib hamkor qilgandan e'tibor bering, buni hammasi 275 PV da hisoblayapman. Ya'ni eng o'sha daromad biznes uchun boshlang'ich investitsiya 4700 ming so'mdan boshladim. Har bittasi 275 PV dan hamkor bo'lganda qarang, e'tibor bering, mana bu eng birinchi siz shaxsiy taklif qilgan insonlaringiz faqat 137 ming so'mdan daromad topadi, bitta qo'liga faqat ishlasa. Ya'ni toki ikkita qo'li chiqmaguncha to'liq o'sha 1,426 ming daromad chiqmaydi. Lekin sistemani tepasida siz bo'lganingiz hisobiga, ya'ni sistemani boshida siz vaqt pul degani ham aynan shu narsa. Siz boshida keldingiz, 4 kunlik bilimni oldingiz, o'zingizni strukturangizni yasashni boshladingiz, qurishni. Sizga 274 ming so'm binar uchun chiqadi, shaxsiy taklif uchun chiqmaydi. Bularga shaxsiy taklif uchun 137 ming so'm chiqadi. Lekin sizda faqat binar uchun 274 ming so'm plus yana liniya 877 ming. Yana liniya uchun sizda 877 ming chiqadi daromad. Bu degani 1 million 152 ming. Endi ahamiyat bering. Ikkita bosh taklif qilgan hamkoringiz o'zini ikkinchi qo'lini chiqarganda, o'zini ikkinchi qo'liga ishlaganda o'ziga chiqadigan daromad mana bu ham 275 PV dan hamkor bo'lganda eng tepasidagi hamkorga tushadigan daromad 1,426 ming so'mdan daromad topadi. Birinchi taklif qilgan insonlaringiz mana bu ham bu hamkoringiz ham 1,426 ming so'mdan daromad topadi. Shunda sizda necha pul chiqadi? Sizda uje e'tibor bering, ikkinchi binar paydo bo'ldi, to'g'rimi? Mana bu yerda ikkinchi binar paydo bo'ldi. Bu degani plus yana 274 ming so'm. 274 qisqacha yozib ketaman. 274 ming so'm degani. Hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 274 ming so'mni ko'paytiramiz 2 ga plus 877 ming barobar yana 1 million 426 ming. Shaxsiy taklifsiz ikkita binar bo'lgani hisobiga. Endi eng qizig'i endi boshlandi. Ya'ni 3 ta hamkorlar har bittasi 4 kunlik обучение olgandan keyin uchalasi sponsor yordamida mana bu 4 ta hamkorga 4 kunlik обучение, boshlang'ich bazaviy bilimni berishadi. Boshlang'ich bazaviy bilimni bergandan keyin bular ham o'zini har bittasi ikkitaligini chiqarishni boshlaydimi? Bizda nima deydi? Odam qo'shish biznes emas. Обучениеdan keyin ayniqsa bularni hammasini yaxshilab bilib olasiz. Bor yo'g'i ikkita eng yaqin muvaffaqiyatga erishishni xohlagan insoningizni taklif qilsangiz yetarli. Har bittasi ikkitadan o'zini ikkita qo'lini yaratib ketganda mana sal qiyshiqroq sizda meni tushunib olasiz, tushunasiz degan umiddaman. Har bittasi 275 dan PV dan hamkor bo'lganda PV dan hamkor bo'lganda qarang, e'tibor bering. Mana bu insonlar
hamkor qilganda 4 ta 8 ta yangi hamkor tushganda referalniy bonusdan har bitta shaxsiy taklif uchun bular 137 ming so'mdan daromad topadi. Ya'ni ikkita shaxsiy taklif uchun 274 ming so'm degani. Plus yana har bittasida binar bo'lgani hisobiga yana 274 ming so'mdan va har bittasida e'tibor bering, liniya ochiladi har bittasida. Bu degani daromad 1.426 ming so'mdan mana bu boshida, ya'ni 4 talik topadi. Mana bu hamkorlar har bittasi 1.426 ming so'mdan daromad topadi. Bu juda ham zo'r biznes. 1.426 ming so'm daromad topganda, mana bu boshida taklif qilgan ikkitangiz ham xuddi shunaqa 1.426 ming so'm yana topadi. Ya'ni x2 deb yozib qo'yaman, x2. Yana 1.426 ming so'm daromad topadi. Xuddi siz topgandek mana bunaqa. Ko'rinyapti. Bu yerda uje shaxsiy taklif uncha katta rol o'ynamaydi. Shaxsiy taklif qachon rol o'ynashi mumkin? Referalniy shaxsiy taklif o'sha daromadda va klassikada asosan buni keyin tushuntirib o'taman. Ya'ni klassik daromaddan rol o'ynaydi. Sizga chiqadigan daromadni ko'rib chiqamiz. Sizda endi qarang. Mana ichki binarlardan bitta binar, ikkita binar, to'g'rimi? 3 ta binar va 4 ta binar. Sizda 4 ta binar bo'ldi. Siz oxirigacha tugatib qo'yadigan bo'lsam, mana 4 ta chap tarafingizda, 4 ta 10 tarafingizda hamkor tushganda, sizda 4 ta binar bo'ldi. Bu degani 4 ta binar daromad topasiz degani va plus yana liniya ochildi. Bu degani qanaqa hisoblanadi hozir bir daqiqa. Bu degani sizda 877 ming so'm plus 4 ta binar degani, mana bu yerda yozib o'tib ketaman. 4 ta binar 274 ming so'mdan 4 ta olasiz plus 877 ming so'm. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 1.973 ming so'm degani. Kunlik daromad. Ya'ni 1.426 ming so'mni hisoblaydigan bo'lsak plus 1.426 ming so'm yoki x2 qilamanda plus yana 1.973 ming so'mni qo'shaman. Bitta sizni o'zingizni olgan daromadingizni ko'rib chiqamiz. Qolganlar ham xuddi shunaqa daromad olgan, ko'rdingiz-a? Demak, barobar. Hozir bir daqiqa. 1.426 x2 plus 1.973. 4.825 ming. 4.825 ming daromad chiqar ekan. 4.825 ming so'm. Ko'rdingiz-a, o'sha 3 ta, ya'ni 3 kunda yoki 3 hafta ketishi mumkin. U o'zingizga bog'liq qancha vaqt ketishi. Lekin boshida kirgizgan investitsiyangizni o'zi ham plus bilan chiqarib oldingiz. O'zi shunda ham minusga kirmay biznesga kirasiz. Nimaga desangiz, 16 million voucher kupon startoviy naborga sovg'a $400. Olganingizda o'sha minusga kirmadingiz. Plus mana sizga qo'shimcha biznes. 4.700 ming so'mdan boshladingiz, o'zingizni strukturangiz 3-liniyaga to'g'ri kelganda 4.825 ming so'm daromad topar ekansiz. Plus faqat siz emas, hamkorlaringiz ham, taklif qilgan hamkorlaringiz ham boshida ikkita olgan taklif qilganingiz ham, keyingisi ham, undan keyingi ham, undan keyingi ham ishlagan inson, ishlagan hamkor bu yerda daromadsiz qolmaydi emas. Hamma daromad topadigan joydamiz. Shunaqa joyga taklif qilaman hammanglarni bemalol shu opisaniyada Telegram kanalim yoki o'sha o'zimni Telegram gruppamni ko'rishinglar mumkin. Bemalol Discordga Telegramda yozishinglar mumkin. Demak, hali yana eng muhimi startdamiz. Biznes endi boshlanyapti. Bunaqa biznesdan unumli foydalanib, o'sha moliyaviy erkin insonga iloji boricha tezda chiqishga harakat qilishinglarda tilakdoshman. Hammaga omad.